Assalamu alaikum. Yangi muhim ingliz tili darsimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Shu topda biz Wednesday, August 14th, 2019, ya'ni 2019-yili 8-ayning 14-kuni chorshanba kunida o'tiribmiz. Chorshanba kunining ingliz tilidagi yozilishi shundaq, lekin diqqat qilgan bo'lsangiz, men ham o'qiganda Wednesday deb D harfini 3-harfini o'qimadim. Albatta sabab bog'i o'qimaslik mumkin. Demakchi yoziladi, o'qilmaydi. Hargizmi Wednesday deb o'qimaymiz. Balki Wednesday deb o'qiymiz, lekin yozganda cho'qimishda yozishimiz kerak. Ingliz tili shundaq bir til endi. Yozilishi bilan o'qilishida birdaklik bo'lmagan. Savodashlar hozir qadar xil tushunib qoldik bu tarafini. Xo'sh, undaq biz quruq gap satmay darsimizga kirib ketdik savodashlar. Dersimiz albatta oldingi darsning naqli yerimi deymina davomi. Lesson 27, ya'ni Mrs. Smith's living room degan dars. Yodingizda bor, 25-darsda biz Mrs. Smith's kitchen ni o'rgangan. Demakchi, u dars Smith xonimninki oshxona uyi to'g'riliq darsda, ya'ni shunday bir tekst edi, mazmuni. Buguncha o'zgartirganmiz. Shu oshxona uyini nimaga o'zgartirganmiz? Living room o'zgartirganmiz. Okay? Demakchi bugun living room bilan tanishamiz. Bundaqda oldi bilan biz yangi so'zlarni o'rganadigan bo'lgan savollar qarasangiz, new words and expressions. Okay? Number 1, living. Living. Number 2, near. Near. Number 3, window. Window. Number 4, armchair. Armchair. Number 5, door. Door. Number 6, picture. Picture. Number 7, wall. Wall. O'qilishim shundaq so'zlarningki, hamda biz ma'nolari bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan ma'nolarni boshlashdan burun savodashlarningki bir samiga selishga tegishlik shu harflarningki o'qilish ahangi to'g'riliq bir masala shuki, yana bir muhim nuqta. Men qayta deb kelyapman davomli darslarimizda V harfi bilan W harfiningki o'qilish ahanglarining o'xshamaydiganligi to'g'riliq. Birinchi so'zimizda living deb bor. Living. Amda diqqat qilgan bo'lsangiz, birinchi so'zni o'qigan chaqda 3-harf V harfi ustinga chish, ostdan qaltiq tegib titrab chiqayotgan bir ahvol bor. Living debchimi? V living deb. Hargizmi v emas, ya'ni W ning o'qilishi bo'lgan ikki qaltiqdan yumaloq chiqadigan tovush emas. Living emas. Balki living. Buni cho'qim his qilyapsiz, men o'qiganaman. Hamda 3-so'z bilan 7-so'zni qarasangiz, har ikkilisida W bor. Demakchi W ni hozir deb o'tdim, ikki qaltiqdan chiqadigan, yumaloq chiqadigan tovush deb. W. Masalan, window. Andan keyin 7-so'z wall. Demakchi cho'qim his qilyapsiz, men o'qiganaman. ikki qaltiqdan chiqadi bu W harfininki o'qilish ahangi bo'lgan w degan ahang. Aksicha birinchi so'zdagi V harfi, living degan so'zdagi V harfi v deb o'qildi. Ustinga chish, ostdan qaltiq tegib azroq titrab chiqadi. Okay? Ammo o'qilish jihatdagi, ya'ni tovush ahanglar jihatdagi bir qisqagina kichikgina bir nuqta muhim savollar deb qo'yish tegishli. Hamda biz so'zlarning ma'nosi bilan tanishib chiqsak, birinchi so'zimiz living. Voilà. Bir uyning ichidagi, masalan, tunigin deb o'tdik, oshxona uy, masalan, mehmonxona uy, yotoq uy, suxona yoki o'birnixona degan uylar bor uyning ichida. Shuning ichida tunigin biz kitchen o'rgangandik, ya'ni oshxona uyini. Bu so'z amaliyotda birinchi so'z degan shu. Mehmonxona uy, dikiladigan mehmonxona degandek ishtaq bir ma'nosi bor. Mehmonxona yoki bo'lmasa turadigan degandek bir ma'nosi bor. Yoki faoliyat qiladigan degandek living. Okay? So'z ma'nosi demakchi.
Sözün ma'nosi shu yashaydigan, turadigan, faoliyat qiladigan degandek ashtam bir ma'nosi bor. Hamda room bilan qo'shilsa nima bo'ladi? Living room bo'lsa shu mehmonxona uy bo'ladi. Okay? Darsning temasida turdi. Qarasangiz Mrs. Smith's living room degani shu. Smith xonimning mehmonxona uyi degan gap. Okay? Number 2 degan near. Near degan nima? Yanida, yaqin degan gap. Yanida yoki yaqin degan ma'nosi bor. Mesela near the table bo'lsa ustalning yanida bo'ladi. Okay? Mesela near me bo'lsa mening yanimda bo'ladi degandek yoki menga yaqin degandek. Okay? Number 3 window. Window degan deraza degan gap. Okay? Number 4 armchair. Bu yo'lanchiqlik o'rindiq degan gap. Amaliyotda ikki so'zning birikmasi bu. Arm degan bilak degan gap, odamning biliklari. Bilakni arm deydi, chair degan o'rindiq, oldin qatim o'rgangan. Demak, odamning biliki bilan, ya'ni bilak bilan o'rindiq qo'shilganda shu bilaklik o'rindiq, ya'ni da bilikini qo'yadigan demakchi, yo'lindigan demakchi, okay? Yo'lanchiqlik o'rindiqni arm chair deymiz. Number 5 door, eshik degan gap. Okay, door, eshik, window ni hozir dedik, deraza deb, okay? Number 6 picture. Picture degan rasm degan gap. Rasm. Ma'lumki chizilgan rasmni ko'rsatadi, tortilgan rasmni ko'rsatadi. Okay? Maxsus tortilgan rasmni yana bir xil ataydi. Demak, ma picture deganimiz ham tortilgan surat rasm demakchi. Ham chizilgan rasmni ko'rsatadi demakchi. Okay? Bu yana bir maxsus tortilgan, ya'ni nimada fotokamerada tortilgan rasmni boshqacha ataymiz. Maxsus shu rasmni demakchi. Keyin o'rganamiz uni. Manda 6-chi so'zimiz picture degani har ikkisi tortilgan dedim-ku. Ham tortilgan, ham chizilgan har ikkili rasm tortilgan picture degan, okay? Number 7 wall. Wall degan tom degan gap. Uydagi tomba o'yning temi. Tomni wall deymiz. Bak murakkab so'zlar yo'q savodashlar. Hammasi asosan shu neardan boshqa hammasi qandaq nimalar ekan, near bilan livingdan boshqa hammasi ismlar ekan so'z turkum jihatdan. Okay? Qolganlarini biz ketib deb shu nimada o'rganamiz tekstni o'rganish jarayonida. Unda olsa biz bu yerdan o'tib ketdik savodashlar. So'zlarni men agishib o'qidinglarmi? Anisini bilib oldinglar, cho'qim yozib menyotsiz. Qolganlarni o'zingiz darsdan tushganda qayta takrorlamasangiz bo'lmaydi. Chunki bir qatim daq videoni ko'rib tushundim degan bilan inglizcha o'rganib qololmaydi. Men bir qatim desam, okay? All right, lesson 27ninki tekstni ko'raylik. Albatta bu dialog emas, yana tekst Mrs. Smith's living room. Yana bir qatim desam, darsning temasini. Unda biz darsga tekstni tushunib bo'lib berishga tegishli savol, javob berishga tegishli savol nima ekan? Qarasangiz, where are the books? Kitoblar qayerda degan gap bu, yoki kitoblar nada degan gap bu. Mushu so'zni esimizda tutaylik, mushu sonni esimizda tutib turib biz bundaqda tekstga qarab boqaylik savoldoshlar. Where are the books? Kitoblar nada deydi. Mana kitob 27 darsninki teksti mana hozir ko'rayotgan shu ekranda. Ustida lesson 27, anonki Mrs. Smith's living room deb turdi. Smith xonimning mehmonxona uyi deb. Anondan keyin oyatda turdi, where are the books deb yerda ko'rdingiz. Kitoblar qayerda deb. Tekstni ko'rishdan burun oldindan biz mana bu rasmni bir tez bir nima deylik, ko'raylik. Bu haqiqatan bir mehmonxona uyininki rasm ekan, qarasangiz bir dona televizor turganda qildi men o'ng tarafda. Mumkin nersidraq derizdan birisi turdi. Undan keyin derizning sol tarafida solga so'rasangiz demakchi derizdan stroluk qo'yg'ochdan do'q. Aradagi oldi tarafdan mana bizga yaqin tarafda ya'ni ekranning tuvan tarafida qanda shu yo'lanchilik o'rindiqlar bor ekan.
Okay, anamki mau o'ng taraftaroq bir ustal turganda qildi. Ustal emas, gilamkan, kechiringlar. Bundaq gullik gilamkan. Albatta, o'yinning o'ttirisida bir ustal turgandek turdi. Ustalning ustida gazitlar turganda qildi. Okay? Demakchi, bir ko'rayotgandan keyin nimani anamnikini televizorning keyinidagi tomda rasm turganda qildi qarsanglar. Okay? Rasmni bir ko'ryapti, bir ko'rsatyapti. Endi biz tushunib boqaylik, ha? Qarang. Tushunishdan burun albatta menga agish bir qatim o'qiysizlar. Anondan keyin biz ma'nosini deylik, ha? Qarang. Mrs. Smith's living room is large. Yana bir qatim. Mrs. Smith's living room is large. There is a television in the room. Again, there is a television in the room. The television is near the window. The television is near the window. There are some magazines on the television. Again, there are some magazines on the television. There is a table in the room. Again, there is a table in the room. There are some newspapers on the table. Again, there are some newspapers on the table. There are some armchairs in the room. Again, there are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. The armchairs are near the table. There is a stereo in the room. Again, there is a stereo in the room. The stereo is near the door. Again, the stereo is near the door. There are some books on the stereo. Again, there are some books on the stereo. There are some pictures in the room. There are some pictures in the room. The pictures are on the wall. The pictures are on the wall. Okay? Tekstninki o'qilish ahvolimi shundoq. Qayta buni ozroq keyinga suribla yana qayta anglasangiz bo'ladi emasmi? Yana demakchi buni qayta o'qishning hojati yo'q. Bundaq biz ma'nosini tushunib boqaylik, qarang, ha. Mrs. Smith's living room is large. Nima degan gap bu? Smith xonimning mehmonxona uyi bo'lsa, cho'ng degan gap bu. Tasamasa bir qarorlar bilib qoldingiz. Anondan there is a television in the room dedi. There is ne men deb bo'lgan ba degan gap. Ya'ni planiyada stanasi ba degan jumla shundaq boshlandi degan-ku. Ya'ni there is ba, okay, a television, bir televizor in the room, uyning ichida yoki ichida uyning. Inglizcha desak bu gapni ba bir televizor ichida o'ynayang degan gap. Albatta Uyg'urchada bunda demaymiz-ku. Biz Uyg'urchada uyning ichida bir televizor ba deymiz. Lekin kallingizda inglizcha mushta deydi ekanda ba bir televizor ichida o'ynayang deb. Shunga bir qatim shundoq bir selishtirib olsangiz, buning sizningki demakchi ikki tilda ifodalashninki ikki xil odatini, ikki xil tilninki ikki xil ifodalash odatini bir selishtirib olsangiz kallingizda yoshirin sazgungizga singib qoladi, keyin o'zingizmi bilmagan asosda ishiltilgan bo'lib ketsa dedim bu mana cho'qim ishining bu gapga, okay? Anonki uchinchi jumla, the television is near the window. Televizor bo'lsa qanday? Yanada derazaning degan gap bor.
Televizor bo'lsa yenida there is no. Okay? Yana bir qatam bilan the ninki farqini devassam mishadi. Televizorning gapini tunji qatam qilganda television deb da'vatdi. Undan keyin ikkinchi qatam televizorning gapini qilganda the television da'vatdi. Men tunigin deb qo'ygan qo'ya oldingi darsda. Bu yerdagi television degan bir televizor degan gap bu tunji qatam tilga ilinayotgan bo'lg'achqa bizga tunishlik bo'lmag'achqa, ya'ni tunishsiz bo'lg'achqa bir televizor deb television deb olamiz. Ammo ikkinchi qatam televizorning gapi bo'lganda demakchi ashu televizor degan maqsadda the television deb olamiz-ku. Ya'ni biz abay gapini qilgan television demakchi-ku. Okay? Demakchi bilan the ning farqini bilib oldingiz-ku. Agar bilmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q, oldimizda jiq uchraydi, jiq uchragan bilib ketasiz, okay? Demak, uchinchi jumlani qanday so'z ma'nosi bo'yicha ashu televizor, qaysi televizor? Biz abim gapini qilgan televizor demakchi. Bo'lsa, there is no yanida, ya'ni bu the ni ashu deb tushunsangiz bo'ladi demakchi. Lekin Uyg'ur tilida bak ashu deb ketmaymiz, bu endi tarjima qilib ketmaymiz. Masalan, uchinchi jumlani nima deb olamiz? Televizor there is no yanida deb olamiz. Lekin qalbimizda ashu televizor deb the ashu deb tushunsak bo'ladi demakchi-ku. Okay? Undan keyin to'rtinchi jumla there are some magazines on the television. Qarang. There are degan nima? There is ninki ko'pligi albatta. Agar biz da'vatgan ba narsa agar bir narsa bo'lib qolsa, vaqtida there is deb bunda olatdik. Is degan nima? Uchinchi shaxs birlik uchun ishlatilgan BPL degan ixtiyoringizda bor. R degan nimada? Albatta uchinchi shaxs ko'plik uchun ishlatilgan BPL. Okay? Buni oldimizga ketib chiq so'zlaymiz. Agar tushunishlik bo'lmagan bo'lsa, ansirmang. Voz kechmasingizlar, bir 70-80 darsga payli olsangiz, chidiy olsangiz qanday tushunib ketsiz bu narsalarni. Okay? Demakchi there is a television deb ba narsa bir televizor bo'lg'achqa there is degan to'q. Endi there are some magazines deyishimizning sabab bu yerdagi magazines qanday? Qarang, some magazines bir qancha jurnallar bo'lg'achqa, ya'ni bir emas, bir qancha bo'lganligi uchun, ya'ni ko'plik bo'lganligi uchun are kilowatt demoqchi bu yerda. Okay? There are, ya'ni ba. There is ba, there are ba, and bu qaysi ba? There is degan shu bir narsa ba demoqchi. There are degan shu bir necha narsa ba demoqchi. Okay? Ya'ni bu jumlani tushunsak, to'rtinchi jumlani. There are bar some magazines, bir qancha jurnallar on the television. Ustida televizorning. Uyg'urcha desak bu gapni. Televizorning ustida bir qancha jurnallar bor degan gap bu. Okay? Uning keyindagisi there is a table in the room. Ba bir ustal uyning ichida. Ya'ni shu room degan living roomni ko'rsatadi-ku, tushunishlik-ku. Bu yerda in the living room demasmi, in the room desa, okay, shu living room da o'tadi deb tushunasiz-ku, okay? Undan so'ng ba bir ustal uyning ichida yoki mehmonxonaning ichida degan gap-ku. Uning keyindan there are some newspapers on the table. Ba bir qancha gazetlar ustalning ustida, ya'ni ustalning ustida bir qancha gazetlar bor. Uning keyindagi jumla there are some armchairs in the room. Ba bir qancha yo'lanchiqlik o'rindiqlar uyda yoki mehmonxonada, yoki mehmonxonaning ichida yoki. The armchairs are near the table. Yo'lanchiqlik o'rindiqlar bo'lsa yoki ashu yo'lanchiqlik o'rindiqlar bo'lsa, qaysi yo'lanchiqlik o'rindiqlar demakchi? Ashu abiyam biz gapini qilgan some armchairs degan armchairs shu. Okay? Demakchi bu bir qancha o'g'ashqa bu yerga ni ishlatmaymiz, albatta somni ishlatamiz-ku. Demakchi mahiyat jihatdan o'xshash demakchi. Mayli kelsin, yoki televiziondak. Hozirgi mau some kelsin, some armchair degidek. Demakchi o'g'lim tunji qatim tilg'alanganda agar bir dona bo'lsa yoki ko'p bo'lsa yoki birdan ko'p bo'lsa demakchi some. Ananki ikkinchi qatim tilg'alanganda albatta the keladi degan gapni yomon jiqdi deb qo'y, tushunishlik qo'y. Demakchi ba uyning ichida bir qancha yoki mehmonxonaning ichida bir qancha yoki mehmonxonada bir qancha yo'lanchiqlik o'rindiqlar deb ashu yo'lanchiqlik o'rindiqlar demakchi-ku. Bo'lsa near the table, ustalning yonida degan gap qilmoq, okay?
Onun kendiki cümle. There is a stereo in the room. Bir stereo qo'yg'ush mehmonxona ichida. Yoki mehmonxona ichida bir stereo qo'yg'ush bor. The stereo is near the door. Stereo qo'yg'ush bo'lsa, yanida eshikning yanida degan gap bo'ladi. Eshikka yaqin deb olsak bo'ladi. Okay? There are some books on the stereo. Bir qancha kitoblar stereo qo'yg'ushning ustida. There are some pictures in the room. Bir qancha rasmlar uyning ustida. Yoki mehmonxonada. The pictures are on the wall. Shu rasmlar, qaysi rasmlar? Hozir qilgan some pictures shu. The pictures are on the wall. Shu rasmlar bo'lsa qanda tamning ustida yoki tamda deymiz uyg'ur tilida. Inglizchada on the wall, tamning ustida deb biladi yoki ustida tamning deb. Biz uyg'ur tilida tamning ustida desa, tamning ustiga chiqib olgan o'xshaydi. O'giz tarafga deb o'ylaymiz bu. Okay? Demek İngilizce'de on the wall deydi, biz Uygur tilida tamda deymiz. Okay? Demekçi diyalog deyimine tekstninki okulish ahvoli va mazmuni shu, savoldoshlar. Bu tabi yetarli emas. Qanday qilsangiz, siz jiq o'qib, yezib, hatto ko'chirib, yodlab mashq qilmasangiz bo'lmaydi. Okay? Unda esa savolimizga javob topaylikmi qarang. Biz tekstni o'rganish orqali qaysi savolga javob bermoqchi edik? Where are the books? Yani qayerda bo'lsa kitoblar. Eliq kitoblar, zo'ning ma'nosi, eliq ashu degan gap bu. Qaysi kitoblar ashu tekstda deyilayotgan kitoblar bu, okay? Demakchi, zo'ning zot ma'nosi nimadir deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men tushunaman. Agar men oldingi dars bilan bugungi darsda tushundiğimga yana qoyil bo'lmasangiz yoki yana tushunmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Ichingizni hargiz pushaman. Lekin men dedim-ku, eliqi ashida tushunsangiz yoki hatto ashida tarjima qilsangiz xato emas dedim-ku. Agar yana ashundan aniq bo'lmagan bo'lsa, hech qisi yo'q. Oldimizda ketib tushunib ketsa bo'ladi degan narsani, okay? Demakchi, qayerda bo'lsa ashu kitoblar yoki kitoblar qayerda yoki ashu kitoblar qayerda degan gap-ku. Bunga biz nima javob bermaymiz? Qarang. There are some books on the stereo deb bir jumla turdi. Bir qancha kitoblar stereo qo'yg'ushning ustida. Bu gapdan chiqib turdi. Kitoblar qayerda ekan? Albatta, a jumlaning o'zini akasak bo'lmaydi. Masalan, there are some books on the stereo desak bo'lmaydi. Jumla bizning so'ralayotgan savolning javobi emas. Bizning so'ralayotgan savolning javobida nada nima bor deb so'ramadi. Okay? Yoki planiyada bir nim bormi deb so'ramadi. Bizdan nima deb so'raydi? Plan narsa qayerda deb so'raydi. Unda bo'lgandan keyin biz ashu narsa planiyada deb javob bersak to'g'ri bo'ldi-ku, ha? Unda o'z qanday boshlaymiz jumlani? The books are, yani bizden where are the books deb so'raganki biz javobda the books are on the stereo deb javob beramiz savoldoshlar. Where are the books? The books are on the stereo. Yoki bu yerda the books deyishning hojati bormi? Albatta yo'q. They are desak bo'laveramdi. The books are deganni bo'laverdi. Chunki the books degan ismning o'rniga nimani almashtirsak bo'ldiki, ko'plik almashtirsak bo'ldiki, ya'ni uchinchi shaxs ko'plik almashni. Ya'ni ularni almashtirsak bo'ldi demakchi. Demakchi sizdan birisi kitoblar qayerda deb javob so'rasa, siz kitoblar planiyada deb javob bersangiz bo'ladi albatta. Uning o'rniga ular planiyada desangiz bo'laverdi. Bu yerdagi ular degani shu kitoblarni ko'rsatadi. Okay? Bu gapni biz deb bo'lgan konu gaplar bu, ha? Okay, unda esa qayta bir qatim xulosalasak, where are the books? They are on the stereo. Okay, shundan bilan tekstimizningki ahvoli shu. Endi biz tez suratda 28-darsni ko'rib o'taylikmi? Lesson 28. Lesson 28 albatta lesson 27 ningki mashg'i.
Bu lesson 28'de nima deydi ekan desangiz, where are they? Ular qayerda deb so'rayapti. Agar yodingizda bo'lsa 26, ya'ni 26 darsda where is it deb so'ragandi. Ma'noga selishtirib baksangiz qanda where are they? Demakchi 26 darsda u nerede deb so'rabdi ekan. Endi bizdan 28 darsda nima deb so'rayapti? Ular nerede deb so'rayapti. Ma'noga diqqat qilaylik, Where are they? Ular nerede? Qarang. Oldindan yangi so'zlarni ko'rib o'taylik. New words and expressions. Number 1. Trousers. Trousers. Yoki bundoq siziq sizib, yanto siziq sizib pants deb qo'yibman ku. Pants. Number 2. Knives. Knives. Albatta K bilan boshlanadi yozilishda, lekin K o'qilmaydi. Okay? Birinchi harf K o'qilmaydi. Andan keyin V harfini men hozir qanday o'qiganligimni his qildingiz? Üstünki tishim bilan ostingi qalpoqni bir bunda bir titirtib o'tib chiqarib men bu ahoni, bu tovushni. Okay? Qarang. V, ya'ni knives, knives, knives deb. Okay? Andan keyin tirnoq ichiga knife deb yozib qo'yibman. Hozir tushuntirma sababini, Number 3, tickets. Tickets. Qarsangiz number 1, trousers degan ishtonlar degan gap, Uyg'ur tilida ishtonlar deb gap yo'q-ku, ishton deymiz. Mening ishtonim yoki mening masalan bir ishton deymiz-ku. Okay? Bir ishton, ikki ishton deymiz. Ingliz tilida ishtonni as bilan yana ko'plik qo'shimchasini qo'shib ifodalaydi. Ikki pushqog'i bo'lg'ashqa. Okay? Ya'ni trousers degan ishtonlar degan gap. Amaliyotda shu bir jup ishton, bir jup mantiq jihatdan bir jup qo'y, ikki pushqog'i. Ikki pushqoq degan bir jup bo'lib demakchi. Bir ish Uyg'ur tilimizning o'zimizning ifodalash odati bo'yicha bir ishton deb elaveraylik bu Uyg'ur tilida. Bir ishton degan shu masalan trousers bo'lsa, shu bir ishton bo'ldi demakchi. Bir ishtondan ikki pushqog'i ko'plikka teng. Bu trousers degan amaliyot nima desangiz savoldoshlar, angliyacha ifodalanishi ishtonninki, okay? Yoki ishtonlarninki. Keyindagi mana bu yanto siziq pants deb olganimiz uchun amaliyot bu amerikancha ifodalanishi. Demakchi trousers degan angliyaliklar ishlatadigan so'z ishtonga. Pants degan amerikaliklar ishlatadigan so'z. Buni bilib olaylik, Farqi shu. Amaliyot ma'nosi o'xshash. Number 2, knives. Amaliyotda knife-ninki ko'pligi bu. Bir gapni degandim yodingizda bo'lsa, shundoq oxirgi bo'g'imida yoki bo'g'imning oxirgi qismida mayli eng oxirgisi bo'lsin, mayli oqidan sanaganda ikkinchi harf bo'lsin, shundoq f bilan oyoqlashgan yoki f harfi bor bo'lgan birlik ismlarni ko'plikka o'zgartganda qanday qilamiz degandim, f ni v ga almashtirilib, andan keyin f qo'shimchasini qo'shimiz keyiniga degandim yodingizda bo'lsa. Shuna tirnoqchiga bu ismninki birlik ismini yozib qo'yganimning sababi shu. Knife. Ya'ni f bo'lsa, knife bo'lsa bir pichoq degan gap. Knives bo'lsa qanda pichoqlar, ya'ni ko'pligi ismninki. Number 3, tickets. As qo'shimchasi bor ekan, qarasangiz, elversangiz qanda bilet bo'ladi. Ya'ni kino bileti, birning bileti deymiz, bu bilet bu. Masalan, poyezd bileti degandek-chi. Yoki aeroplan bileti. Demakchi bir biletni ticket desak, mana tickets deb olganim endi biletlarga qartilgan, okay? Ko'pligi. Yangi so'zlar, mush so'zlar savoldoshlar. Unda biz tegidiki mana berilgan jumla shakli, misol uchun berilgan jumla shakliga bir selib o'taylik. Masalan, where are masalan the tickets? Biletlar qayerda deb so'rsam men, siz qo'pib they are faloniyada deysiz, masalan they are on the table desangiz bo'ldi masalan. Ular ustalning ustida. Demakchi, shunday bir mashq qilishni maqsad qilib berib qo'ygan jumla shakli ma tegirga, okay? Buningda alohida murakkab narsa yo'q savoldoshlar, mau ekranda ko'rayotganinglardek. Lekin biz mana nimani bir og'zaki mashqni bir ko'radisak bo'lmaydi, qaranglar. 28-ninki og'zaki mashq bunda qarang. Savol shunday. Where are they? Ular qayerda? Ma 1120 rasm qarsangiz,
Bunda deydi. There are some cigarettes on the dressing table. Ba bir qancha tamoqlar ustida grim ustulning degan gap bu. Yoki grim ustulning ustida bir qancha tamoqlar bor degan gap ekan. They are near that box. Ular bo'lsa yanida avu ko'ribkining deydi. Yoki qutining. Ular qutining yanida demoqchi-ku. Bu gapdan biz ma savolga nima deb javob topa olamiz? Where are the masalan cigarettes degan savolga ma they'ning o'rniga cigarettes deb olsak, chunki ma jumlada tilga ilinayotgan narsa cigarettes ku. Ya'ni cigaretteslarning o'rnini deb turadi. Bu ko'ribkina yoki avu qutining yanida deb. Unda bo'lsa albatta ma ikki jumla ma dersimizning temasidagi savol shakliga bevosita javob bo'lanmaydi. Uni o'zimiz yasaymiz. Qarang. Where are the cigarettes? Javob. They are near that box. Okay? They are near that box. Tushunishliqmi? Agar mushuni tushungan bo'lsangiz 2230 rasmni hargiz ikkilanmay ishlay olasiz. Qarang. There are some plates on the cooker. Degan gap bu. O'choqning ustida bir qancha taxslar bor degan gap bu. Anonkin they are clean. Ular pokiz deydi. Albatta bu ikki jumla mana ustidagi asosiy savolninki javob bo'lamaydi. Javobni biz o'zimiz keltirib chiqaramiz, shunday yasab chiqamiz. Masalan, where are the plates deb so'rab yoki where are they? Yoki they deganimiz shu plates bu. Javob they are on the cooker. Ular o'choqning ustida. 3340-rasm qarasangiz, there are some trousers on the bed. Ba bir qancha ishtonlar. Qarang, amaliyotda bir jup ishton bu. Ya'ni ma qarasangiz, men bir jup ishton dedim, amaliyotda shu ikki pushqaq va narsa ikki pushqaq bo'lgandan bir jup bo'ladi-ku. Lekin Uyg'ur tilida biz unda demaymiz. Bir ishton deymiz-ku. Mishadan bilib olsangiz bo'ldi. Demak, bir ishtonni inglizchada some trousers deydi ekan, okay? Hargizmi a trouser yoki two trousers demaydi ekan. Demakchi o'g'lim some degan bir qancha u. Okay? Ya'ni ba bir qancha ishtonlar, lekin Uyg'ur tilimizda qanday bir ishton deb olamiz ma'ni esangiz tuting. Bir ishtonda ikki pushqaq bo'lganligi uchun ingliz tilida some trousers deb yozadi, okay? On the bed ustida karvatning. Ya'ni karvatning ustida bir ishton bor degan gap Uyg'urchada nima? Deb bo'lib they are near that shirt. Ular ko'ylakning yanida deydi. Unda bo'lsa where are the trousers degan savolga qanday javob beramiz? They are on the bed. Yoki they are near that shirt. Deb javob bersak bo'lgan-ku, okay? Unda bo'lsa 950 qarang. There are some bottles in the refrigerator. To'nglatqining ichida bir qancha stakan botilkalar bor degan gapkan-ku. They are empty. Ular quruq deydi. Unda bo'lsa where are the bottles deganga nima deb javob beramiz? They are in the refrigerator deb javob beramiz. 5560-rasm qarang. There are some shoes on the floor. Polda qarang, bir jup oyoqni ingliz tilida qanday? Albatta oyoqni ishtonga o'xshash bir hukm. Ishtonning ikki pushqi bo'lgandek oyoqning demak ikki payi bo'ldi-ku. Masalan, bir pay oyoq degan bir jup oyoqning birisi, bir pay deymiz-ku Uyg'ur tilida. Demak, ikki pay oyoq endi bu. Bir jup oyoq degan. Demak, shunimi some shoes deb atadi qarang. Shoe desa bir dona oyoq bo'lib qoldi. Ya'ni bir pay oyoq qartilgan. Some shoes degani shu bir jup oyoqni bir qancha oyoq deb bunda ifodalaydi. Biz Uyg'ur tilida qanday bir jup oyoq deb olamiz buni. Tushunishlikmi? Ya'ni polda bir jup oyoq bor degan gap bu. They are near the bed. Ular karvatning yanida deydi. Unda bo'lsa where are the shoes deganga nima deb javob beramiz? They are on the floor desak bo'ldi. They are near the bed desak bo'ldi. Har ikkisi oyoqlarning o'rnini bildiradi-ku. Birisi
polda degan bo'lsa, yana birisi karvatning yenida deb, qaysini desak bo'ladi. 6670 rasmga qarang. There are some knives on the table. Knives degan nima deyam? Knife niki ko'pligi. Qanday yasalgan ko'plikka ism bu? Knife deki f v ga o'zgartirilib deb, anondan keyin s qo'shilib yasalgan shunday bir ahvol bor bu yerda. Abim tushuntirib bo'ldim buni, ha. Ya'ni bir qancha pichoqlar ustaning ustida degan gap bu. Anondan they are in that box. Ular korobkaning ichida deydi. Undan so'ng where are the knives degan savolga nima deb javob bersak to'g'ri bo'ladi? They are in that box yoki they are on the table deb javob bersak to'g'ri bo'ladi. 7780 ga qarasangiz, there are some forks on the shelf. Takchining ustida bir qancha vilkalar bor degan gap ekan. They are near those spoons. Ular avu qo'shiqlarning yenida deydi-ku. Undan so'ng where are the forks deb so'rab nima deb javob bersak to'g'ri bo'ladi ekan? They are on the shelf yoki they are near those spoons desak to'g'ri bo'ladi ekan. 8890 qarang. There are some bottles on the cupboard. Bir qancha botulkalar qochquchi shkafining ustida degan gap bu. Ya'ni qochquchi shkafining ustida bir qancha botulkalar bor degan gap. Look, they are near those tins. Ular avu konserva qutilarining yenida degan gap. Undan so'ng where are the bottles? Deb so'rab nima deb javob bersak bo'lgan? They are on the cupboard. The second bo'ldi. Ular qochquchi shkafining ustida deb. Yoki they are near those tins. Ular avu konserva qutilarining yenida deb javob bersak bo'lgan. Okay? 9999 rasm qarasangiz, there are some tickets on the shelf. Takchining ustida bir qancha biletlar bor degan gap ekan. They are in that bag, handbag. Ular qo'l sumkaning ichida deydi. Undan so'ng where are the tickets degan savolga nima deb javob bersak to'g'ri bo'ladi ekan? Ya they are on the shelf, yoki bo'lmasa they are in that handbag deb javob bersak to'g'ri bo'ladi ekan. Ondan 10001 rasmni qarasangiz, there are some glasses on the television. Ya'ni televizorning ustida bir qancha aynak stakanlar bor degan gap ekan-ku. İkinci cümle, they are near those bottles. Ular avu botulkalarning yenida deydi. Undan so'ng where are the glasses degan savolga nima deb javob bersak bo'lgan? They are on the television yoki they are near those bottles deb javob bersak to'g'ri bo'ladi. Okay? Bular og'zaki mashqlar savollar. Buni o'zingizda kitob bo'lgandan keyin, demakchi agar bo'lmasa to'r bektimizning tushirib o'tishni bilasiz-ku, men deb bo'lgan bu gapni. Kitobni echib, qayta o'zingiz mashq qilmasangiz bo'lmaydi. Abu Bakr ma'lumga agishib, ko'rib, tushunib, beshingizni lanshib qo'ysangiz qanday hisoblamasa, o'zingiz o'zroq ta'aqib qilmasangiz bo'lmaydi. Undan so'ng biz yozmish mashqlarga qarab boqaylik, savollar qarang. Yozmish mashqlarda bunda deydi. Written exercises qarang. A. Look at these words. Ma'vu so'zlarga qarang degan gap bu. Qarang. A book deb berib, menga some books deb o'zgartibdi. Nima degan gap bu? Bir kitob deb bo'lib, bir qancha kitoblar debda, bu birlik ismni ko'plik ismiga o'zgartirayotgan ahvol ekanda bu qarang. A book bir kitob. Some books bir qancha kitoblar. Okay. A some'ga o'zgaribdi, book books o'zgaribdi. Okay. Miyada a man deydi. Bir er kishi. Some men. Okay, some men. Undan so'ng a some o'zgaribdi, man o'zgaribdi. Bu iliqi. Masalan, odam yoki er kishi deganligi. Demakchi, miyada er kishi degan gap bu man degan. Er kishi degan gapni, shu so'zni ko'plikka o'zgartganda as qo'shmaymiz. Okay. Bundaq masalan shu er kishi deganda kim shundaq so'zga ayol kishi mashtaqku demakchi shu birlik ismni er kishi degan shu birlik ismni ko'plik ismga o'zgartganda as qo'shmaymiz. To'g'ri. Uning o'rniqanda buning tarkibidagi a degan harfni i ga o'zgartirib qo'ysak ko'plikka o'zgaradi. To'g'ri. Yodingiz keldimi? A man, some man bo'lib o'zgaradi. Ya'ni a some ga o'zgarsa man, men ga o'zgaradi demakchi.
nima ish buni bu yerda berdi desangiz savoldoshlar. Ama 3 xil ahvolni sizga eskartyapti. Birlik ismlarni ko'plikka o'zgartganda bunda bo'ladi jumla deb masalan bookning keyiniga as qo'shmaymiz, lekin manning keyiniga as qo'shmaymiz, balki men qilib o'zgartimiz deb ondan 3-chi misolda a housewife bir oila ayoli degan gap qilmoqmiz. Unda bir qancha oila ayollarini nima deydi ekanmiz? A'ni samga o'zgartib, okay. Housewife nicho housewives ha, abi ma'lum degantingiz. Agar oxirgi bo'g'imida f harfi bo'lib qolsa birlik ismniki. Shu birlik ismni ko'plik ismga o'zgartganda shu f ni v ga o'zgartib olib, undan keyin s qo'shadigan bir ahvol bor degan to'g'ri. Demakchi, ingliz tilida birlik ismlarni ko'plik ismlarga o'zgartishningki ahvoli shunday 3 xil. Ya'ni 3 xil ahvol bor. Birinchisi birlik ismning keyiniga bevosita s qo'shimchasini qo'shish orqali. Yana birisi tarkibidagi bir so'ziq tovush harfini o'zgartirish orqali. Yana birisi agar f kelib qolsa oxirgi bo'g'imida u f ni v ga o'zgartirib olib, undan keyin s qo'shish. Okay. Bu qoidani tushundim. Bundan keyin inglizcha ham ajoyib yaxshi bo'lib ketgan ekan, ma'luma. To'g'ri, ashtoq deb qarasangiz to'g'ri bo'ldi. Xo'sh, shunda yana bir yozmish mashq qanday desangiz, rewrite these sentences using there are dedi. Rewrite degan qayta yozish degan gap bu. These sentences mavjumlarni, ya'ni qayta yozing mavjumlarni using ishiltish orqali nimani? There are, ya'ni there are ni ishiltish orqali mavjumlarni qayta yozing degan gapkan qo'ymoqman. Okay, unda qarang. Example, mashq ulgida bunday deb berdi. There is a book on the desk. Bir kitob ustida partining, okay? Partining ustida bir kitob bor, okay? Tushundim. Unda buni there are deb o'zgartirganman, okay? Unda there is ni there are deb o'zgartirsin, okay? Demakchi is are deb o'zgarganiki albatta a some bo'lib o'zgaradi, book books bo'lib o'zgaradi. Tushundim. Unda Planiyada bundan narsa bor degan demak shu bor deyilayotgan narsaningki birlikni ko'plikka o'zgartiradigan bir mashq ekan bu, okay? Ya'ni partining ustida bir kitob bor deganni partining ustida bir qancha kitoblar bor deb o'zgartirganmiz ku. Yodingizda bo'lsa, ingliz tilida men burun degan tilga ilinayotgan narsa agar birlik bo'lsa, shuningga munosabatlik shu nimani miqdorni ifodalaydigan munosabatlik barliq so'zlar birlik bilan ifodalanadi. Agar tilga ilinayotgan shu narsa ko'plik bo'lsa, shuningga munosabatli, ya'ni shuni ifodalaydigan barliq so'zlar ko'plikka o'zgaradi degan. Demakchi, bu yerda faqatla there o'zgarmadi, is o'zgardi. A o'zgardi, undan keyin book o'zgardi. Mana bunga diqqat qilaylik. Is nimda o'zgardi? Are bo'lib o'zgardi. A some bo'lib o'zgardi, book books bo'lib o'zgardi. Okay? Mana ishlayapmiz, qolgan albatta ishlayapmiz. Men 4-chisini ishlab beray qarang. There is a newspaper in the living room. Ya'ni mehmonxona uyda bir gazet bor degan gapkan-ku. Undan so'ng mehmonxona uyda bir qancha gazetlar bor deganni qanday deymiz? Qarang. There are some newspapers in the living room desak to'g'ri bo'ladi. Agar buni tushungan bo'lsangiz, qolganlarni ishlaylik, savoldoshlarni ishi nima? Cho'qim ishlanglar, hargiz beshinglarni no'shtib o'rganmanglar, okay? Yana bir mashq qilsak, write sentences using these words. Buni so'zlarni ishlatib yoki ishlatish orqali jumlalarni yasanglar yoki jumlalarni yozinglar degan gapga qarang. Misolda bunday deydi. Books on the dressing table, and then cigarettes, and oxirida near that box deb turdi. Books degan kitoblar degan gap. Ko'plik qism diqqat qiling. On the dressing table. Ustida grim ustulining degan gap. Ya'ni grim ustulining ustida degan gap. Cigarettes tamaklar degan gap. Near that box. Avo quta yoki ko'ribkining yenida degan gap. Unda olsa, kitoblar grim ustulining ustida tamaklar, avo qutining yenida degan so'zlarga asosan berilgan shu to'rt so'z yoki so'z birikmalariga asosan tuandikdak 5 dona jumlani tuzaydiganmiz qarang. Are there any books on the dressing table?
agar there are bo'lgan bo'lsa ba bo'ladi. Agar are there bo'lsa bamu deb savolga o'zgarib ketilganligini degandim esingizda bo'lsa. Kon darsda. Okay? Demakchi bamu any books bir qancha kitoblar ma'lum bu any'ni so'zlamaganingizga any degan nima? Any degan amaliyotda somethingki savolda keladigan shakli. Ya'ni somni bir qancha dedik-ku. Any'mi bir qancha. Keyingi darsda so'zlamoqchi amaliyotda. Demakchi any degan bir qancha degan so'z faqatla savol jumlalari bilan inkor jumlalarida keldi. Men shunchalik deb turay, shunchalik bilib turing. Demakchi ma'nosi bir qancha degan gap. Lekin faqatla shu savol jumlalar bilan inkor jumla, ya'ni bo'lishsiz jumlalarda keldiganlar bir yeri bor. Agar bayon jumla bo'lib qolsa, ya'ni bo'lishsiz jumla bo'lib qolsa, some deb olamiz. Okay, shunchalik tushunib turing. Demakchi are there ni bamu desak, any degan bir qancha desak, books degan kitoblar bo'lsa, on the dressing table. Ustida grim ustining. Undan so'ng grim ustining ustida bir qancha kitoblar bormi degan gapkan bu. Okay, tushundik. Undan so'ng mushning javob beraylik bizda. No, yo'q. There aren't degan amaliyotda are not ning qisqartirilmasi any books. Hamma hozir deganni yodingizda bo'lsa. Inkor jumla, ya'ni bo'lishsiz jumlalardan keladi deb any'ni. Ya'ni samga o'xshash ma'nosi va bir qancha degan ma'nosi. Faqatla savol jumlalar bilan inkor jumlalarda keladigan yeri bor dedim bu. Okay, bir qancha deb elib turaylik. Books degan kitoblar on the dressing table grim ustining ustida. Unda bo'lsa nima degan gapkan bu? There aren't degan there are not aren't degan amaliyotda are not ning qisqartirmasi dedim bu. Ya'ni yo'q degan gap bu. There aren't degani, ya'ni there are not degani. Ya'ni yo'q, no degan yo'q. There aren't yo'q any books bir qancha kitoblar on the dressing table. Grim ustining ustida. Ya'ni grim ustining ustida kitob yo'q demoqchi ekan bu. Tapilib there are some cigarettes. Ba bir qancha tamaklar deydi. Tapilib where are they? Ular qayerda? They are near that box. Ular yenida avu korobkaning, ya'ni ular a korobkaning yenida. Unda olsa aslida bizga berilgan books on the dressing table, cigarettes near that box degan 4 dona so'z ya so'z birikmalariga asosan mushta jumlalarni tuzitimiz qarang. Birinchisi yana bir qatim deb bersam, grim ustining ustida bir qancha kitoblar bormi? Anonkin mushning javobi tariqasida yo'q. Grim ustining ustida kitob yo'q, bir qancha kitob yo'q deb bir qancha tamak bor deb ular qayerda deb so'raydi. Anonkin ular a ko'ribgina yanida deb javob beribmiz. Tushunishliqmi? Tushunmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Buni shu kitobni echib, men ekranda ko'ryapsiz albatta. Kitobni bor. Echib mushibatni obdan tahlil qilsangiz tushunasiz savoldoshlar. Tushunmaydigan hech qanday yeri yo'q. Agar yana tushunmagan bo'lsangiz chatoq yo'q. Mushi darsning tigla inkasga berib qo'ying, ma'lum tushunmagan ayrim tushuntirib qo'ysangiz desangiz, men sizni WhatsAppda qo'shib tushuntirib qo'ysam bo'laveradi. Okay? Yoki email yozsangiz yoki email yozish orqali emailda tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Okay? Demakchi, mushuni tushungan bo'lsangiz, qolganlarni ishlay olasiz savoldoshlar. Birinchidan 10-sigacha men bir rag'batlantirish maqsadida qanda 6-sini o'zim ishlab beray. Qanda 6-si qarang, cups deydi. Yine tutqichli stakan degan gap bu, tutqichi bor stakan. On the stereo. Stereolog qo'yg'ish degan gap bu. Glasses, aynak stakanlar. Near those bottles. Bu botullarning yenida degan gap bu. Undan so'ng qarab turing, mushlarni, mush so'z ya so'z birikmalarini ishiltib men shu jumlalarga o'xshash tuzib boqay qarang. Birinchi savol jumla. Are there any cups on the stereo? Yana bir qatim, Are there any cups on the stereo? No, there aren't any cups on the stereo. There are some glasses. Where are they? They are near those bottles. They are near those bottles. Okay? Demakchi, berilayotgan narsalar hammasi qanday? Nimalar? Shu stereodan boshqa
hammasi ko'plik ismlar ishlatilayotgan so'z birikmalari bularninki jumlalarda kelish ahvoli shundoq. Agar yana tushunmagan bo'lsangiz, kayni yondirib ko'ring. Agar yana tushunmagan bo'lsangiz, yana yondirib ko'ring. Cho'qim tushunasiz. Yana ben bo'lmaganda anamki ma'bay degandek, mushu videoning tagga inkasga qoldirib qo'ysangiz, ayrim aloqalashib men tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Okay? Bunda cho'qim ishlang savodashlar, hargiz beshingizni langishtirib tushundim bo'ldi, ishlayman demang. Agar bundaq beshingizni langishtirib bilan o'rgansangiz qandaq cho'ng umid yo'q. Inglizchangiz ishak borolmaydi. Okay? Bunda ko'p rahmat diqqat berganingizga. Biz ertaga darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.